Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni O'ynay jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azar barchangizga 2026-yil kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Qani ekran qarshisiga yaxshilab joylashib olamiz. Galdagi xabarlarni, navbatdagi xabarlarni boshlaymiz. Qani unda ketdik. 2026-yilda oylik stipendiya, pensiya va nafaqalarni oshirishga qancha pul ajratilishi ma'lum bo'ldi. Daryo.uz xabar berishicha, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat byudjetiga doir qonun loyihasini e'lon qildi. Hujjatda qator iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rin olgan. Qonun loyihasida kelasi yili davlat xodimlari ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirishga byudjetdan 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Bunga ayrim xizmat turlari narxi ko'tarilishi va qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishi xarajatlari ham kiradi. Kelasi yillarda aholi real daromadlarini ko'tarish uchun davlat xodimlarining ish haqi, pensiya va nafaqalarini yillik inflyatsiyadan yuqori oshirib borish reja qilingan. Prognozlarga qaraganda 2026-yilda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi 7% atrofida shakllanishi kutilmoqda. Vazirlik mamlakatda davlat xodimlari ish haqi 1% oshirilsa, byudjetdan qo'shimcha 1 trillion 697 milliard so'm ajratilishi kerakligini bildirdi. Pensiya 1% ko'tarilsa, ortiqcha 832 milliard so'm xarajat qilinishi zarur. Byudjet xarajatlarining katta qismini ish haqiga to'lovlar tashkil etadi. Masalan, 2026-yilda ish haqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun davlat 172,8 trillion so'm ajratmoqchi. Bu 2025-yilgi tasdiqlangan rejaga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'p. Kelasi yilda oyliklarga to'lovlar davlat byudjeti xarajatlarining 42,9% tashkil etilishi kutilyapti. Mazkur chiqimlar yalpi ichki mahsulotga nisbatan 8,7% tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga 2026-yilda stipendiyalarga 2,2 trillion so'm to'lanadi. Pensiya to'lovlariga 86,1 trillion so'm, nafaqalarga 14 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratilishi kutilmoqda. Avvalroq e'lon qilingan fiskal strategiyada O'zbekistonda 2026-yilda davlat xodimlari ish haqi, pensiya va nafaqalar miqdorini kamida 6-7% ga oshirilishi belgilangandi. Shu bilan birga kelasi yilda davlat idoralari byudjetdan qancha pul olishi ma'lum qilingan. Mana aziz, sizlarga iltmoqchi bo'lgan xabarim shundan iborat edi. Kanalda yangi bo'lsalaringiz obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.